burunqi zamonda katta bir yurtda bir jup hamoqat er-xotin o'tgan ekan. Ularning ajoyib xosiyatli bir to'xosi bor bo'lib, ular har qitim pullarni xajlab tugatgan chaqda bu to'xo ularga bir dona oltin tuxum tug'ib berdi ekan. Er-xotin ikkalan bu oltin tuxumni bozorga olib berib, nurg'un pulga sotgandan keyin pulni xohlagancha buzib chechib xajlaydi ekan. Kunlar bir-birini qo'g'lishib o'taverdi. Lekin bovoy bilan momoy oz to'lib pul yig'ib, tirikchilik qilib, o'z jinini o'zi beqishni xiyoliga keltirib qo'ymadi. Biroq yetib yesa tog'mi to'shimaydi deganda, bu pulni uzun o'tmay xajlab pak-pakiz tugitib yetibdi. Ular xosiyatli to'xo oltin tuxum tug'ib berar degan umidda bir kun saqlabdi, 2 kun saqlabdi. Ammo xosiyatli to'xo bu qitim oltin tuxum tug'ib bermadi. Uyda yigidek bir parcha qattiq nonmi bo'lmag'achqa, er-xotin ikkalanning qo'saqlari echib, ko'krab ketibdi. Shuning bilan er-xotin ikkalan xosiyatli to'xoni oltin tug'dirishning amalini o'ylashga boshladi. Uyan o'ylab, buyan o'ylab, oxiri bir amal tepibdi. Anisi, hoy anisi, ben bir amal taptım. Voy, qandoq amal topdilar dadasi? Biz bu to'xoning oltin tug'ib berishini saqlab turguncha, to'xoni o'ldirib uning qo'sadagi oltinlarning hammasini bir xil ilib olsak, bo'lmamdi deyman. Voy dadasi, sizlar bek aqlliqchimi? Meningchimog'i bu to'xoning qo'sig'ida liqqida oltin bor deb o'ylayman. Endi shunday qilaylik dadasi, shunday qilaylik. Nemishqa burunroq esimga kelmaganda deyman. Bo'lmasa bu tuxumlarni baldirli ilib olgan bo'lsak, u chaqda birdilla butun dunyodagi esil xazinalar bor, katta boylardan bo'lqanmamdiq. Bo'pti, elimo kechishmaymiz. Amisa boshlaylik. Obdara qarısılar dadasi, bir rasmi qilib qolmasin jumi? Mana, qaravatıman. Lekin bu to'xoning qo'sig'ida oltin tuxum uyoqda tursin. Odatki tuxumni ko'rmaydi. Nima? Voy, bunda qilsalar dadasi, men bir qarab boqay nima deydi qandalar. Voy, isit, endi qandoqni qilamiz? Voy, hammasi bizning hamoqatligimizdan bo'ldi emas, bu endi qandoq qilamiz dadasi? Ma ishni qaramamdi xan. Voy ey, burun oltin tuxumni sotgan pullarni buzib chashmay, tejashlik bo'lib, pullarlik ish qilgan bo'lsak, bugungi mushkunga qammagan bo'lardik. Voy isit, endi bundan keyingi kunlarimizni qandoqmi o'tkazamiz dadasi? Oz yegan ko'p yegan po'q yer degan mush emasmi? Er-xotin ikkalan shuncha pushaymon qismi o'rniga kelmadi. Ular o'zlarining o'rinliq qilib, halol kun kechirmay, mushkuniga qolganligini oxiri tushunib yetibdi. Shuning bilan ular qaytadan hayratga kelib, o'z kuchiga tayinib, jafoliq ishlab nurg'un pul tepibdi va u pul bilan maktab sopdi, yo'l yasabdi. Qo'lidan keladiganligi yaxshi ishning hammasini qildi. Shunday qilib, ularning yaxshi nomi el ichiga keng tarqadi. Ular o'zlarining turmush tajribalarini yakunlab, keyingilarga tövandagi maqol tamsilni miros qoldirdi.